Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar inson manfaatlarini ta'minlash, hududlarni obodonlashtirish va yangi bunyodkorlik ishlarini jadal davom ettirishga qaratilgan bo'lib, har bir mahalla, tuman va shahar qiyofasini tubdan o'zgartirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda Buxoro viloyatining shahar va tumanlarida ham qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi turar joylar, zamonaviy ijtimoiy obyektlar, ta'lim va tibbiyot muassasalari, yo'l va muhandislik infratuzilmalari barpo etilib, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu jarayonlarda inson qadri va uning farovonligi bosh mezon sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugun Buxoro viloyati hayotiga nazar tashlar ekanmiz. Asrlar davomida o'zining tarixiy qiyofasini asrab kelgan bu zaminda yangi davr nafasi, bunyodkorlik ruhi va inson manfaatlariga xizmat qilayotgan islohotlar samarasini ko'rish mumkin. Va bu islohotlarni yurtdoshlarimiz hayoti, orzu intilishlari kayfiyatida qanday aks etayotganini Jondor tumani misolida ko'rib chiqamiz. Bu keyingi yillarda Jondorda o'zgarish juda ham katta bo'lib ketdi. Chiroyli yo'llar, hamma yo'llar shunday charog'on, shahar tipiga aylandi. Jondor markazi. Markaz tugul mahallalarimizda ham hozir borsangiz mahallalarni tanmaysiz. Kechagina o'zim yashagan qishloqqa bordim. Shunda yo'llar asfaltlangan. Hamma joyda skameykalar qo'yilgan. Hamma yoq ana svetlar o'rnatilgan. Xususan ham kechasi ham charog'on. Xususan ham bundan xursand bo'lib ketasan. Chindan ham islohotlar nafasini viloyatning olis hududlaridan biri sanalgan Jondor tumanida yashovchilar, yuz berayotgan o'zgarishlar, barpo etilayotgan yangi turar joy massivlari, dam olish maskanlari, zamonaviy bino inshootlar, ijtimoiy soha obyektlari misolida his etishmoqda. Joriy yil yakuniga qadar birgina ijtimoiy soha obyektlarining 29 tasi yangidan qurib foydalanishga topshiriladi. Birgina mana joriy yilda 3-maktabni misol qilib aytadigan bo'lsak, yangidan rekonstruksiya qilinyapti. 17 milliarddan ortiq mablag' ajratilganligi bu mana shu yoshlarimizga ta'limdagi islohotlarning bir namunasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yangidan rekonstruksiya qilinib qurilishi ham bugungi islohotlarni inson qadriga qaratilgan bir amaliy ishlar natijasi desak ham bo'ladi. Mamlakatimizda ta'lim sifatini oshirish, o'quvchi yoshlar uchun jahon andozalariga mos, zamonaviy va qulay shart-sharoitlar yaratish ustuvor vazifa sanaladi. Bu borada Jondor tumanida ham salmoqli ishlar qilinmoqda. Xususan tumanning Istiqlol mahallasida joylashgan 7-sonli umumta'lim maktabida keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. Loyihaning umumiy qiymati 3 milliard 648 million so'mni tashkil etadi. 240 o'ringa mo'ljallangan yangi o'quv binosida o'quvchilar va pedagoglar, xususan inklyuziv ta'lim oluvchilar uchun zamonaviy, qulay hamda xavfsiz muhit yaratilgan. Xususan bino zamonaviy lift bilan jihozlangan bo'lib, har bir qavatda alohida yuvinish xonalari, sanitariya uzillari tashkil etilgan. Shuningdek, bino zamonaviy va energiya tejamkor tizimidagi isitish hamda sovutish uskunalari bilan ta'minlangan. Biz mana shu binolarda o'qib, ilm olganmiz. Meni o'zim shaxsan havasim kelib ketyapti, qaytib yosh bo'lgim kelyapti mana shunaqa zamonaviy binolarda ta'lim olishda. Elektron doskalarimiz bilan ta'minlangan maktabimiz. Men o'ylaymanki, o'quvchilarimiz mana shu davlatimizni tuhfasini qadrlab, kelajakda bilimli, ilmli, zo'r kadrlar bo'lib, mana shu o'zimizning Istiqlol mahallasiga kelib, o'zini hissasini, faoliyatini yuritadi deb. Ayni paytda maktab binosida so'nggi pardozlash va yakuniy sozlash ishlari jadal davom etmoqda. Ta'lim muassasasini yangi o'quv yilining dastlabki kunlaridanoq foydalanishga topshirish rejalashtirilyapti. Mazkur mahallada shuningdek 26-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham rekonstruksiya ishlari jadal davom etmoqda. Loyihani amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 3 milliard 700 million so'm mablag' ajratilgan. Rekonstruksiya ishlari yakuniga yetkazilgach 90 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlar uchun zarur sharoitlar yaratiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etish uchun tegishli infratuzilma shakllantiriladi. Tumanda shuningdek yangi O'zbekiston massivi, sohil bo'yi dam olish hududi, yoshlar bog'i, yangi savdo markazlari, yangi sud binosi ham bunyod etilmoqdaki, bu tuman aholisi uchun munosib turmush sharoitlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Bugun ko'rganlarimiz yangi O'zbekistonda kechayotgan keng ko'lamli islohotlar, yangilanishlarning birgina tuman misolidagi yangi solnomasidir. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.